Oila tanlashlikda Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam diyonatligini ixtiyor qilishligini buyurdilar. Va islom shariatida ko'rsatmasida o'sha oilani qurishlikdagi taklifni bir necha xil turini o'rgatadi. Bizlarda odatimiz bor, sovchilik bilan. Sovchi boradi, ya'ni kuyov tomonidan kelindikiga boradi va o'sha joyda u bilan sovchilik qiladi. Bu ham bor islomda azizlar, bor. Chunki Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida sahobalar shunday qilganlar. Rasulimiz alayhisalom o'zlari ham ba'zilarga sovchilikka yuborganlar, bor qizini berishligini so'rab kel deganlar, borib kelganlar. Ammo yana bitta narsa borki, o'zini qizini boshqaga taklif qilish. Meni qizimga uylanmaysizmi deyish. Bu narsa biz uchun juda ham xunuk ko'rinadi. Bu qiziga sovchi kelmay qo'yib shekilli, nimaga bunaqa deb bizda uni yomon qabul qilinadi. Aslida bu Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari qilgan ish. Hazrati Umar radhiyallohu anhuning qizlari Hafsa onamiz uyda o'tirib qoldilar, oilasi bo'lmay. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni yo'lda to'xtatib, qizim Hafsa uyda o'tiribdi, yaxshi qiz, uylanmaysizmi dedilar. Qarang, Hazrati Umar taklif berdilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu men bir o'ylanay, javob beraman deb ketdilar. Javob chiqmadilar, orqasidan Abu Bakr Siddiqqa ham aytdilar, qizimga uylanmaysizmi deb. U kishi umuman gapirmadilar. Oradan hech qancha o'tmasdan qizlariga Payg'ambarimiz alayhisalom uylandilar. Uylanib bo'lgandan keyin haligi ikkalalari kelib Hazrat Umarga aytdilarki, siz bizga qizingizga uylanishlik taklif berganingizda indamaganimiz uchun xafa bo'luvdingizmi dedilar. Ha, xafa bo'luvdim dedilar. Xafa bo'lmang. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam og'iz solmoqchi bo'lib turganini eshitgan edik. U zotning sirini aytib qo'ymaslik uchun sizga ayta olmadik. Aslida sizni qizingiz eng munosib qiz edi deb aytdilar. Ya'ni demak o'zida bo'lgan asrab avaylagan qizi borligini boshqalar ham bilishligi kerak. Menda qizim bor deb aytilishlikda hech bir karohiyati yo'q aslini olib qaraganda. Lekin bizning odatimizda mana shu sovchilik bilan oila quriladi.